bunaqa katta yuk qilayotganda shu hayron bo'laman-da. O'zi yo'l anaqasi bizga chizib beradi-da, bunaqasi yo'ldan yurishdi, boshqani. Bu qarang, shaharning ichida ketyapman, polis o'tib ketyapman. Shaharning ichida palasani o'rtasida ketyapman. Sababi mana o'zimni palasamga sig'mayman men. Chiqib turishini qarang, ikki tomonda. Mashinalar keladi, yo talbalar keladi, ashuni hisobiga mana yo'lning o'rtasiga o'tib olaman, hech kim nima demaydi. Bu chizib bergan yo'ldan tashqariga yurib keta olmaymiz. Sababi yurib ketsa bo'ladi-yu, prosta qiqilib qolishi mumkin. Ular o'zlari mana shu razmerini aytiladi, permit degan narsa bor. Endi Amerikada bo'ladi, O'zbekistondagilar uchun. Mana shu ruxsatnoma olinadi bunaqa katta yuklarga har bitta shtatga o'zlari polni yuradigan yo'llarni chizib berishadi. Qachon professional bo'ladi, qachonki shunaqa flatbed oversize'lar tashsanglar, haqiqiy professional driver bo'lasizlar. Sababi shunaqa kichkina ko'chalarga kirib qoladi odam. Haligi joydan chiqib ketgandan keyin medal berib olsa bo'ladigan olib ketadi-da. Buni flatbed, stepdek qiladiganlar juda yaxshi biladi. Endi drivingda ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor, lekin Molonda haqiqiy professional bo'lasizlar. Rashot olish, boshqa hamma yo'q. Bunaqa znaklar nechtasini sindirib o'tib ketganman. Endi iloji yo'qda ba'zida endi u ko'rib qolsa endi shtraf qiladi-yu, yaxshi baxtini ko'rmagan nechtasi bor. Bitta mashina tengdan kelib qolsa iloji yurish kerak endi u yoqda. Mashinani solgandan znakni solgan yaxshiroq, arzonroq tushasizlar. Shuning uchun ham ko'pchilik buni oversize yuk qilmaydi, sababi riski juda ko'p. Praveza ishkal qilib olish hech nima emasda. Shuning uchun ham puli yaxshi.